Bilasizmi, hozir odam uchun o'sish, ya'ni mana bu joyni o'stirish qanchalik qiyin bo'layotganini. Misol uchun aytaman, hozir har qanday savolingiz nimadir bo'lsa yoki qanaqadir sizda yechimga topa olmasangiz, hammasini sun'iychilikdan so'raysiz. Va vaholanki mana bu joy rivojlanishdan to'xtaydi. Chunki biz tezda ma'lumotlarni olamiz va tezda ma'lumotlarni ba'zida analiz qilamiz, ba'zida qilmaymiz. Va shuning hisobiga bizning miyamiz rivojlanishdan sekin to'xtab bormoqda. O'zi fikrlashni xohlamaydi, chunki miya eng erinchoq organlardan biri hisoblanadi, eng tezroq va osonroq ishni qilishga doim harakat qiladi. Shuning uchun hamma narsani ham yayladan, sun'iychiliklardan so'ramang, iloji boricha o'zingiz ham ozgina fikrlab turing ora-orada, sababi bu miyangiz mog'orlab, ya'ni zaynab ketishini oldini oladi. Agarda mishlenim yanada kengroq qilaman desanglar, maslahatim ora-orada kitob o'qib turinglar. Kitobda ham qanaqasi, ya'ni sложный terminlar, qiyin so'zlar, qiyin mishleniyalar qatnashgan kitoblarni o'qisangiz, bu foydaliroq bo'ladi. Misol uchun badiiy qanaqadir asarlardan ko'ra. Men ularni yomonlamoqchi emasman. Prosta yangi terminlar qatnashgan, yangi so'zlar qatnashgan kitoblarni o'qishni maslahat beraman. Eng qizig'ini aytsam sizlarga, o'sha kitoblarni hozirgi vaqtda почти 10-15% AI orqali yozilayotgan narsalar.